Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Begoyim oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan qiyomli burama bo'g'irsoqni tayyorlanishini ko'rib olamiz. Marhamat tomosha qiling. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda 200 gram iliqroq sutni idishimizga solib olamiz. Ketidan 200 gram o'rtacha iliqlikdagi suvni ham solib olamiz. Ustidan eritilgan 250 gram sariyog' qo'shib olamiz. Ustiga 1 choy qoshiqda tuz solib olinadi. Ketidan 2 osh qoshiqda shakar qo'shib olamiz. Endi elangan 700 gram oliy navli undan qo'shib xamir qoriladi. Xamirimiz o'rtacha yumshoqlikda bo'lishi kerak. Mana yaxshilab mushlab qorib oldik. Endi buni tindirish uchun yarim soatga olib qo'yamiz. Mana xamirimiz tinib oldi. Endi xamirni yupqa qilib yoyib olinadi. Xamirni ustidan 70-80 gram atrofida eritilgan sariyog'dan yupqaroq qilib surtib olinadi. Xamirni o'qlovga o'rab olish va o'rtasidan xamirni yorib olasiz. Va chiqqan xamirdan 4 barmoq oralig'ida shunaqa lentichkalar kesib olinadi. Har bir kesikdan 1 sm dan lentichkalar kesib olamiz va shu ko'rinishda burab chiroyli qilib bo'g'irsoqlarni tayyorlab olamiz. Birozgina qizdirilgan yog'da barchalarini chiroyli qilib qizartirib qovurib olinadi. Endi qiyom tayyorlab olamiz. Buning uchun men birozgina ko'proq tayyorlab oldim. 400 gram shakarga 200 gramda suv solib olamiz. Ustidan qoshiq uchida limon kislotasidan ham solib olinadi. 10 daqiqacha o'rtacha olovda qaynatib olamiz. Qaynagan sirupimizni ustidan 1 stakanda oddiy magazin asalidan qo'shib oldim va shu holatda yana 5 daqiqa qaynatib oldim. Endi tayyorlab qo'ygan qiyomingizga bo'g'irsoqlarni botirib olasizda, chiroyli qilib idishlarga terib olasiz. Azizlarim, qo'ldan kelgancha o'rgatdim. Men juda ham bu ishni ustasi emasman. Shuning uchun sizlardan kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Barchangizni kelayotgan ayyom bilan tabriklayman. Barchangizga sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilagan holatda sizlar bilan yana g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.